لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله El-İmran Sure tefsiri 81. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-İmran tefsirinin 81. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Öz vaqtida Allah peygamberlerden Çin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilg'uchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardindurman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Payg'ambarlardan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ishonishga ahdi e'linganlik to'g'risida Alloh taolo bu oyatda Odam alayhissalomdan tortib Isa alayhissalomgacha bo'lgan har bir payg'ambarga kitob va hikmat bergan chaqda ular o'zlaridan keyin keladigan payg'ambarlarga cho'qim ishonishga va yordam berishga, u payg'ambarning payg'ambarligi va bilim hikmati o'zidan keyin keladigan payg'ambarlarga ergishishdan va yordamligidan xabar berib mundoq deydi. O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan Çin ahdi elib, sizlarga men kitobni va hikmatni atadim. Keyin sizlar narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni rab qilg'uchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ya'ni men sizlarga kitob va hikmat bergan vaqtida ahdi olgan edim. Kimiki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ya'ni u ahdidan yuz o'rsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talib va İbn Abbas radiyallahu anhumalar mundoq deydi. Allah har bir payg'ambarni payg'ambar qilib avatgan chaqda, agar u payg'ambar hayot vaqtida Allah Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatsa, u payg'ambardan Muhammad alayhissalomga cho'qim ishonishga va yordam berishga ahd oldi. Shundaqla u payg'ambarlarni Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib avatilganda, hayot bor ummatlarning payg'ambar alayhissalomga iymon etishiga va yordam berishiga ulardan ahd elishga buyurdi. Tavus, Hasan Basri va Qatada mundoq deydi. Alloh taolo payg'ambarlarning bir-biriga ishonishining lozimligi to'g'risida ulardan ahd oldi. Bu so'z Ali va İbn Abbas radiyallahu anhumalarning yuqorida degan so'zlar bilan zid kelmaydi. Chunki hamma payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning eng kattasidir. U qaysi zamonda payg'ambar bo'lib kelsa, uningga bo'ysunish albatta vojibdir. U hamma payg'ambarlarning oldida turguchidir. Shunga u butun payg'ambarlar Isro kechasi Isro kechasi Baytul Muqaddasga yig'ilgan vaqtida ularga imom bo'ldi.
Shuningdek, u qiyomat kuni kishilarga shafaat qilg'uchidir. U shafaat boshqa irodalik payg'ambarlarmi o'zlarini tatgan payg'ambar alayhissalomning o'ziga xos oliy martabadir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytganki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan, ya'ni Tavratga, Isaga berilgan, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Rabbi tarafidan berilgan, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Allah Teala'nın dergahida başqası qabul qilinmaydigan haqiqiy din islom dinidir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ya'ni osmon va zamindagi maxluqotlarning hammasi bosh ekkan, shirki yo'q, birla Alloh taologa ibodat qilishdan iborat, Alloh taoloning dinidan boshqa bir dinga ergashgan kishini Alloh aybladi. Alloh bu din bilan o'zining kitoblarini tushirdi va payg'ambarlarni avatdi. Alloh taolo osmon va zamindagi barliq maxluqotlarning o'ziga bo'ysundiganligi va bosh egadiganligi to'g'risida mundaq deydi. Osmonlardagilar va zamindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Ular Alloh yaratgan shaylarning soyilarining bo'ysungan holda Allohga sajda qilishi yuzidan o'ng so'lga moyil bo'lib turadiganligini ko'rmadimi? Osmonlardagi va zamindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Robbidan qo'rqadi. O'zlariga buyurganni qiladi. O'zlariga buyurilganni qiladi. Mu'min Alloh taolaga chin qalbidan ixtiyoriy holda bosh egadi. Kafirmi Alloh taolaga ixtiyorsiz holda bosh egadi. Chunki u kafir Alloh taolaning qarshilik ko'rsatkili bo'lmaydigan buyuk kuch ostidadir. Va ki Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat Alloh taolaning agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandalarning manfaat uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortadi degan oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi. Kafirlarning ixtiyorsiz holda bosh egishi Alloh taolo odam naslidan ahdi olganda bo'lgandir. Ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ya'ni qiyomat kuni bir odamga uning qilgan amaliga qarab jazo yoki mukofot berildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytganki,
Biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganға, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan, ya'ni Tavratga, Isoga berilgan, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Robbi tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Ya'ni mu'minlar Alloh taolaning butun payg'ambarlarga va hamma kitoblarga ulardan bir nima ayirib qo'ymay iymon etadi. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. Ya'ni kimiki Alloh taolo ko'rsatib bergan yo'ldan boshqa bir yo'lga mangsa, uning amal ibodati hargiz qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Bu haqda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: kimiki bizning dinimizda yo'q bir ishni qilsa, u ish hargiz qabul qilinmaydi. İmam Ahmad Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Madinadagi chig'imizda bizga Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qilib bergan edi. Qiyomat kuni hamma amal ibodatlar Alloh taolaning oldiga keladi. Namoz kelib, ey Robbim, men namoz deydi Alloh taolo. Haqiqatan sen yaxshilikning ustidadirsan deydi. Sadaqa kelib, ey Robbim, men sadaqa deydi Alloh taolo. Haqiqatan sen yaxshilikning ustidadirsan deydi. Roza kelib, ey Robbim, men roza deydi Alloh taolo. Haqiqatan sen yaxshilikning ustidadirsan deydi. Ondan boshqa amal ibodatlar keladi. Alloh taolo ularning hammasiga haqiqatan sizlar yaxshilikning ustidirsizlar deydi. Ondan islom dini, ey Robbim, sen salomat qilg'uchidirsan, men islomdirman deydi Alloh taolo. Haqiqatan sen yaxshilikning ustididirsan, men bugun sening sababing bilan azoblayman va sening sababing bilan mukofotlayman deydi. Chunki Alloh taolo kitobida kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir dedi deydi. Iymon etgandan payg'ambarning haq ekanligiga shahid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoq hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishtalarining va insonlarning va hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Allohning, farishtalarining va insonlarning va hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yeniklatilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarini tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh bundaqlarga mag'firat qilg'uchidir va mehribondir. Alloh taolaning iymon etib bo'lib, kofir bo'lib olgan kishilardan faqat chin qalbidan tavba qilgan kishinilar to'g'ri yo'lga boshlaydiganlik to'g'risida. Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ansorilarning ichidan bir kishi musulmon bo'lgan edi. Keyin u islomdan kufrlikqa yenib oldi. U kufrlikqa yonganligiga pushaymon qilib, yaqin odamlarga payg'ambar alayhisalomdan so'rab beqinglar, menga tavba qilish bormikin deb elchi avatdi. Shuning bilan Alloh taolaning iymon etgandan, payg'ambarning haq ekanligiga shahid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoq hidoyat qilsin degan oyatidan
Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Allah mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir degan oyatigacha tushdi. Ondan kishilar uningga tavba qilsang bo'ladigan deb odam avatdi. U tavba qilib qayt islomga kirdi. Iymon etgandan payg'ambarning haq ekanligiga shahid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoq hidoyat qilsin? Ya'ni payg'ambar ular elib kelgan dinning rostligiga hujjat va paketlarni keltirdi va uni nihoyat ochiq bayon qilib berdi. Shuningdan keyin ular shirkka va gumrohlikka qaytdi. Bular bu gumrohlikdan keyin qandoqmi hidoyatga loyiq bo'ladi? Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allah'ның farishtalarning va insonlarning va hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ya'ni ularga Alloh va uning barliq mahluqotlari la'nat etadi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ya'ni la'natlarning ichida ulardan azob yenikilmaydi. Kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarini tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir. Ya'ni Alloh taolo bandalarga mehribon va shafqatli bo'lganlik uchun gunohlarga tavba qilgan bandasining tavbasini qabul qiladi. Shubhisizki iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar ondan kufrni texmo oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ana shular gumrohlardir. Shubhisizki kofir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Kafirning o'lish oldida qilgan tavbasining va qiyomat kunida bergan fidyasining qabul qilinmaydiganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda iymon etib bo'lib, kufrlikqa yenib, kufrida o'lgicha davomlashgan kishiga tahdid soladi va ularning o'lish oldida qilgan tavbasining hargizmi qabul qilinmaydiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chaqda endi tavba qildim degichilarning tavbasi va kafir peti o'lgichilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim degichilarning iymoni qabul qilinmaydi. Shubhisizki iymon etgandan keyin kafir bo'lganlar ondan kufrini texmo oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ana shular gumrohlardir. Ya'ni haq yo'ldan ozg'unlik yo'liga chiqib ketkichilardir. Hafiz Abu Bakr Bazzar İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum kishilar islomga kirdi. Ondan islomdan yenib oldi. Keyin yana islomga kirdi va yana yenib oldi. Ondan ular o'zlarining odamlarini payg'ambar alayhissalomdan bu to'g'riliq so'rash uchun avatdi. Ularning odamlari ularning bu qilmishlarini payg'ambar alayhissalom so'zlab berdi. Ondan bu oyat tushdi. Shubhisizki iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar ondan kufrini texmo oshirganlarning tavbasi hargiz qabul qilinmaydi. Shubhisizki kofir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Ya'ni bir kishi kufrlik holatida o'lgan bo'lsa, u zimin to'shqichi oltin sadaqa qilgan bo'lsa-mu, uning qilgan sadaqasi hargizmi qabul qilinmaydi. Mehmonni hurmatlaydigan, asrni qo'yib beradigan va
kishilarga taom beradigan Abdullah ibn Jad'an degan kafirning qilgan yaxshiliklari uningga manfaat qilamdi deb payg'ambar alayhisalomdan so'raganda payg'ambar alayhisalom yo'q, chunki u birer kunmu, ya'ni birer qitimmu ey Rabbim qiyomat kuni mening xatoliklarimni kechirgin deb baxmagan deb javob berdi. Shuningdek, u zimin to'shqicha oltin sadaqa qilsa-mu, uningdan qabul qilinmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafaati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yer yuzidagi barliq narsalar, yana shuningdek bir hassi keladigan narsalar kofirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdami, ularning bu fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiynig'ichi azobga duchor bo'ladi. La ilaha illalloh. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda mundaq deydi: shubhisizki kofir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo jannatdagi kishilardan bir kishini keltirib uningga: ey odam bolasi, sening o'rning qandoq ekan deydi. U: ey Rabbim, bu bek yaxshi o'rin ekan deydi. Alloh taolo uningga: sen mendan bir narsa so'rag'in va orzu qilgin deydi. Shehidlikning fazilatini ko'rganligi uchun u Alloh taolo: sening meni dunyoga qaytarishingni, ondan men sening yo'lingda 10 qitim o'ltirilishimni, boshqani o'ltirishimdan boshqani so'rmayman va orzu qilmayman deydi. Alloh taolo do'zaxdagi kishilardan bir kishini keltirib uningga: ey odam bolasi, sening o'rning qandoq ekan deydi. U: ey Rabbim, u bek yomon o'rin ekan deydi. Alloh taolo uningga: zimin to'shqicha oltin fidya qilamsan deydi. U: ey Rabbim, shunda qilay deydi. Alloh taolo uningga: yolg'on aytding. Men sendan uningdan azroq va yengilroqini so'rasam, sen uni qilmading deydi. Shuning bilan uni do'zaxga qaytardi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ayni shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Ya'ni ularni Alloh taolaning azobidan qutuldiradigan bir kishi yo'q. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-Imron tafsiridan 91-oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.